Tavba insonning qalbidan chiqqani samimiy pushaymonlikdir va Allohga qaytishidir. Har bir inson xatoga yo'l qo'yadi, lekin eng yaxshilari xatosini anglab, chin dildan tavba qilganlardir. Alloh rahimli va kechirguvchidir. Shuning uchun u zot tavba qilgan bandalarini yaxshi ko'radi. Kulli bani adama xattoun. Dunyoda odam bolasi borki, u xato qiluvchi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shunaqa deganlar. Odam bolasi borki, u xato qiladi. Mana shu xato qiladiganlarning yaxshisi deyapti, qarang, yaxshisi ham bo'lar ekan. O'zi xato bo'lsa, bu qanday yaxshi bo'ladi? Xato qiluvchining ham yaxshisi bo'ladimi? Lekin Rasulimiz alayhisolam shuni aytibdilar. Odam bolasi borki, u xato qiladi. Ammo mana shu xato qiladiganlarning yaxshisi bu tavba qiladiganlari dedilar. Xato qilamiz, kamchiligimiz bor, lekin buning uchun tavba qilishimiz kerak. Tavba lug'atan olib qaraganda qaytish degan ma'noni beradi azizlar. Tavba deganda o'zi bir narsadan qaytish. Ya'ni banda gunohiga e'tirof qilib, Allohdan uyalib, Allohning azobidan qo'rqib, Alloh tomoniga qaytish azizlar. Ko'pchilik o'ylagandek tavba qildim, astag'firulloh deb qo'yishlikda o'zi tavba bo'lmay qoladi-da. Uning shartlari bor. Chin yurakdan aytilishligi bor, talablari bor. Shunday tavba qilsak, ana o'sha tavbamiz haqiqiy chin tavba bo'ladi. Bugun agarki men hozir shu yerda ishtirok etayotgan jamoatga o'zim bilan birga qo'shib gunohlari hech ham gunohim yo'q degan odam bormi ichimizda? Bir qo'lini ko'tarsin degan savolni bersam, hech qaysimiz ko'tara olmaymiz. Hammamizning gunohimiz bor. Lekin bitta xursandchiligimiz bor ekanki azizlar, Alloh bizni mag'firatiga olib, bizni sevganligi uchun bugun mana shu joyga jamlab qo'ydi-da. Alloh xohlagan uchun biz Allohning baytiga bugun kelib turibmiz. Alloh kechirguvchi zot. Allohning mag'firati ulug'. Shuning uchun hech qachon Alloh taolodan noumid bo'lmaslik kerak. La taqnatu min rahmatillahi deydi. Allohning rahmatidan noumid bo'lmang. Gunoh qildim, endi bo'ldi, mana hamma yo'g'im tugadi deb bo'lmaydi. Balki tavba eshiklari biz uchun hamisha ochiq ekanligini yodimizda tutishimiz kerak. Alloh Qur'oni Karimda bir nechta joyda tavba haqida bizga bayon beradi. Qur'onda 87 ta o'rinda Alloh tavbani haqida bizga ma'lumot bergan. 87 joyda tavbaga chaqirgan. Shuning uchun mu'min musulmon o'laroq azizlar, qilgan gunohlarimizni e'tirof qilib, tavba qilib borsak, Alloh taolo bizga juda ham katta va'dalarni beradi. Alloh Qur'onda aytadiki, Estaizu billah va tubu ilallohi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Barchangiz Allohga tavba qiling ey mu'minlar deyapti Alloh taolo. Barchangiz Allohga tavba qiling ey mu'minlar, shoyatki najot topsalaringiz. Mana shu tavbalaringiz tufayli najot topsangiz. Alloh bizni tavba qilishlikka chaqiryapti azizlar. Alloh bandasini hech ham azoblashni xohlamaydi. Nimaiki qilayotgan bo'lsak, nafsimizni shaytonning yo'liga kirib o'zimiz qilyapmiz. Lekin Alloh bandasini hech ham azoblashni xohlamaganligi uchun bizga tavba eshiklarini ochib qo'ygan. Alloh meni duoyimni qabul qilmasa kerak. Men shunchalik darajada gunohkormanki, Alloh meni tavbamni qabul qilmaydi, duoyimni qabul qilmaydi degan odam Alloh azza va jallani rahmatidan noumid bo'lgan. Esimizdan chiqarmasligimiz kerakki azizlar, Alloh shaytonni ham duosini qabul qilgan. Biz bandasimiz. Shaytonning duosini ham qabul qilgan. Qanday qilib deysizmi? Shayton Allohga dushman bo'ldi. Allohning la'natiga uchradi.
rahmatidan, dargohidan quvildi. Shunda shayton aytdiki, ey Robbi, meni qiyomatgacha o'ldirmasligingni so'rayman dedi. Bu ham duoda so'rashda. Alloh taolo va'da qildi shaytonga. Seni qiyomatgacha bo'pti o'ldirmayman dedi. Shayton nima dedi? Va izzatika va jalalika. Seni izzating bilan, jalolliging bilan qasam ichaman. Qiyomatgacha endi men bandalaringni yo'ldan ozdiraveraman dedi. Alloh va'dasiga xilof qiladigan zot emas. Shu gapidan keyin ham uni o'z va'dasida qoldirdi. Qiyomatgacha o'ldirmaslik va'dasida qoldi. Qasam bilan men qiyomatgacha bandalaringni yo'ldan ozdiraman degan taqdirda ham Alloh taolo uni o'sha va'dasiga muvofiq qiyomatgacha sog' qoldirdi. Lekin Alloh taolo unga qarab, agar seni tirik qoldirganligim uchun bandalarimni yo'ldan ozdirar ekansan, men ularga alamlik azoblar beraman demadi-da. U qasam ichgandan keyin Alloh aytdiki, va izzati va jalali. Men ham qasam ichaman, izzatim, jalolligim bilan qasam ichaman. Modomiki bandalarimga g'arg'ara kelguncha tavba qilsa, tavbasini qabul qilaman dedi. Alloh shunday mehribon azizlar, shunday rahimli. Lekin biz bandalar Allohning bu rahmatidan qanchalik darajada foydalanyapmiz? O'sha tavba eshiklari ochiq ekan, bu tavbamizni qay darajada qilyapmiz? Mana shu narsa biz uchun bugun muhim. Alloh Qur'oni Karimda yana aytadiki, barcha mu'minlarga siz bilan bizga nido qilib, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha deydi. Ey iymon keltirganlar, ey mu'minlar, sizlar Alloh azza va jallaga haqiqiy tavba qilinglar, chin tavba qilinglar, tavbatan nasuha, chin yurakdan tavba qilinglar. Ya'ni qilgan gunohlaringizni e'tirof qilib, shu gunohni qaytib qilmaslikni va'da berib, pushaymonlik bilan, qalbimiz bilan, ya Rabbi, men mana shu gunohlarni qildim, meni kechir, men senga tavba qildim, men sen tomonga qaytdim deb Allohga tavba qilishlikda Alloh buyuryapti. Mana shunday tavba qilinglar. Robbilaringiz, shoyatki Robbingiz sizlarning gunohlaringizni o'chirib, qarang, tavbamiz uchun yana qancha va'da beryapti Alloh taolo. Qancha imkoniyat beryapti. Gunohlarimizni, tavbamizni sababli gunohlarimizni o'chirib, undan tashqari Alloh yana aytayaptiki, ostidan anhorlar oqib turadigan jannat bog'lariga kirgizsa. Ana Alloh aytayapti. Tawbatan nasuha asa robbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Anhorlar oqib turgan jannatga kirgizsa, tavbalaringiz sabab. Shunday ekan, tavba qilishlikdan hech ham o'zimizni to'xtatmasligimiz kerak. Gunoh qilamiz, qasddan emas azizlar, bilmasdan bandalik bilan qilinib qo'yiladi. Ammo mana shu tavba o'sha gunohlarni hammasini yuvib turadi. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda yana bizga marhamat qilib aytadiki, albatta Allohning tavba qabul qilingan, faqat yomonlik gunohni bilmasdan qilib qo'yib, so'ngra tezlik bilan tavba qilganlar uchun muqarrardir. Alloh aynan o'shalarning tavbasini qabul qiladi. Alloh ilm va hikmat egasidir deydi mana sura Nisoda ham. Ya'ni banda bilmasdan jaholat bilan gunoh qilib qo'yadi-da, tezlik bilan tavba qilganlarni Alloh uni tavbasini qabul qiladi, tavbalarini maqbul aylaydi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam gunohlardan ma'sum edilar azizlar. Lekin o'zlari aytadilarki, ya yuhannas tubu ilalloh, ey odamlar, Allohga tavba qilinglar. Qilgan gunohlaringiz uchun Allohga tavba qilinglar. Vastagfiruhu, va Allohga istig'for aytinglar. Fa inni atubu fil yawmi marra. Men Alloh taologa bir kunda 100 marta tavba qilaman dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom aytibdilar azizlar. U zot gunohlardan ma'sum edi. U zot butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan zot edilar. Lekin bizga tarbiya uchun, namuna uchun aytibdilarki, qilgan gunohlaringizga tavba qilinglar. Men bir kunda 100 marta tavba qilaman deyaptilar. Biz necha marta qilyapmiz azizlar? Necha marta tavba qilyapmiz? Tavba deganda yana qaytarib aytamanki, bu tili bilan shunchaki
kechirim so'rab qo'yishlik emas. Chin qalbdan gunohimizni bilgan holda e'tirof qilib Alloh taologa tavba qilish. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambarimiz alayhisalom sahobalar bilan birga o'tiruvdilar. Bir yoshi ulug' bir odam kelib qoldi. Assosiga tayangan, asoga tayangan holda, belilari bukilib qolgan, soqollari oppoq bo'lgan, hatto deydi qoshi o'sib ko'ziga tushib qolgan, shunaqa keksa bir odam. To'g'ri Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldiga kelib aytdiki, bir bandani dedi gunohlari shu qadar ko'pki, butun insonlarga bo'l bersa ham ko'plik qiladi. Yer osmon to'lib ketgan. Mana shu bandani gunohlarini Alloh kechiradimi dedi. Shunda Payg'ambarimiz alayhisalom unga qarab, u islomga kirdimi? U tavba qildimi dedilar. Ha deydilar, kechiradi dedi. Qancha gunohlar qilgan bo'lsa, dunyoda gunohni turi borki, hammasini qilgan deyapti, o'zini aytayapti. Dunyoda gunoh degan narsa borki, hammasini qilgan bo'lsa ham dedi. Qancha fojirliklar, qancha gunohlar bo'lsa ham, Payg'ambarimiz alayhisalom ha, Alloh kechiradi dedi. Haligi odam burilib sahoba aytadilar. To ko'zdan g'oyib bo'lguncha yig'lab Allohu akbar, Allohu akbar deb ketganini eshitib turdik deydilar. Hammamiz uchun bu narsa azizlar. Alloh azza va jalla agar chin tavba qilsak, tavbamizni qabul qiladi. Lekin tavba qilib yana gunoh, tavba qilib yana gunoh qilishlikdan saqlanish kerak. Shunday tavba qilaylikki, u Alloh taoloning oldida qilgan gunohlarimizni e'tirof qilib, o'sha gunohlarni qayta qilishlikdan o'zimizni saqlagan holda Allohdan so'rasak va bunga harakat qilsak, inshaalloh Alloh bizni o'sha gunohlarimizni kechirib boradi. Ibrohim Adham degan ulug' zot haqida rivoyat keladi. U zotga kelib bir odam murojaat qilgan. Bu yerda o'tirgan hammamizda shu savol chiqadi. Ibrohim Adham rahmatullohi alayhiga berilgan savol. Aytadilarki, ja'a rajulun, bir kishi kelib Ibrohim Adham rahmatullohi alayhi aytdilarki, men Alloh taologa gunoh qilsam tavba qilaman u, keyin yana o'sha gunohni qilib qo'yaveraman dedi. Tavba qilaman, yana qilib qo'yaman bilmasdan, jaholat bilan. Yana tavba qilaman, yana qaytib qo'yaman. Shunday tavba qilsamidimki, shu gunohlarni qilmasligim uchun nima qilsam bo'ladi? Yoki shu ishim to'g'ri bo'ladimi? Tavba qilib, yana qilib nima maslahat berasiz deb so'radi. Siz azizlarga va menga, hammamizga Ibrohim Adham rahmatullohi alayhini o'sha nasihatlarini aytib bermoqchi edim, ruxsat bersangiz. Qanday qilsak tavba qilib gunohlarga qaytmaymiz, buni o'rgatgan ekanlar. Aytibdilarki, alayka bi khamsi hisal, alayka bi khamsi hisal litakuna min ahli tavba va litatruka al-ma'asi. Senga debdilar 5 ta narsani o'rgataman. Shu 5 ta ishni qilsang gunohlardan tiyilasan, tavbada turasan. Gunohlarni, ma'siyatni tark qilasan. 5 ta narsani o'rgatdilar. Shu ishni qilib gunoh qilib yuraver dedi. Men aytgan 5 ta ishni qilasan-da, keyin o'sha gunohingni qilib yuraverasan dedi. Shu tavsiyani beryapti hozir siz bilan bizga. O'sha 5 ta narsani qilsak, mayli ekan, keyin gunoh qila olamiz ekan. Qani tavsiya. Ammo ular birinchi tavsiyani aytibdilarki, "Iza aradta an ta'siya Alloha", modomiki sen Allohga gunoh qilmoqchi ekansan, shunaqa paydo bo'lib qoldi. Bir ish qilyapmiz mana yoshlarim, shunday bir gunoh kelib qoldi. Shu gunohni qilmoqchi bo'lyapsanmi? Fala taqul min rizqillahi dedi. Unda Allohning rizqini yemay turgin dedi. Allohning rizqini yemasdan turib keyin o'sha qilgan gunohni qilgin. Haligi odam subhanalloh dedi. Subhanalloh. Kefag'ada qanday bu? Hamma yo'q Allohning rizqi-ku, meni olayotgan nafasimgacha. Qanday buni tark qilaman diyordi. Ibrohim Adham aytdilarki,
Allohning rizqini yeb turib bo'lmasa sen qanday gunoh qilmoqchisan dedi. O'zingga shu savolni berdi. Allohning rizqini yeb turib keyin qanday gunoh qilmoqchisan bo'lmasa dedi. Qilmoqchi bo'lsang rizqini yema. Buni ilojisi yo'qmi? Demak gunohdan tiyiladi. İkinci tavsiyani aytdilar. الثانية ikincisi إذا أردت أن تعصي الله فابحث عن أرض ليست لله فأعصيه هنالك. Agar gunoh qilmoqchi bo'lsang, unda Allohning mulki bo'lmagan joyga chiqib ket, yerdan chiqib ketdi, boshqa Allohning mulkida bo'lmagan yerga borib, joyga borib, o'sha joyda gunoh qil dedi. Haligi kishi yana subhanalloh, qanday bo'ladi bu? Qana qilib men chiqib keta olmaymanki, butun yer va osmonning mulki lillahi mulkus samawati val ard. Yer va osmonning mulki Allohniki bo'lsa, qanday qilaman buni deganida, Ibrohim ham ey banda, Allohning rizqini yeb, Allohning yerida turib bo'lmasa qanday qilib gunoh qilmoqchisan dedi. Üçüncü tavsiyani ayting dedi. Üçüncüni ham aytdilar. Aytdilarki, "İda aratta agar Alloh taologa gunoh qilmoqchi bo'lsang, shunday bir joy topkinki, Alloh u yerda seni ko'rmasin" dedi. Ya'ni Alloh ko'rmaydigan joyga borib qilaver dedi. Yana haligi odam subhanalloh, qanday qilib Alloh taolo butun yer yuzidagi har bir narsani ko'rib turgan bo'lsa, qanday qilib men bu narsani qila olmayman deganida, yana aytdilarki, ey banda, ey kishi dedilar Ibrohim ham. Allohning rizqini yeb, Allohning yerida yurib, Alloh qayerda bo'lsa seni ko'rib turganini bilib turib, qanday qilib gunoh qilasan bo'lmasa. U odam yana so'radilar, yana davom eting dedi. Ibrohim ham aytdilar, agar yana Alloh taologa gunoh qilishlik senda istagi paydo bo'lib qolsa, shu gunohni qilaverganda vaja'a malakul maut, vaqtiki kelib seni joningni olgani Azroil, jon oluvchi farishta kelganda, unga qarab, menga ozgina imkoniyat berib turing, ozgina tavba qilib olay, ibodatlarim qilib olay, keyin jonimni olasan deb ayt dedi. Shunaqa bo'lsa gunohlaringni qilaver. Haligi odam subhanalloh, kim bunga qodir bo'ladi? Alloh Qur'onda estaizu billahi idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan va la yastaqdimun. Bir kishini bu dunyodan o'tish soati kelsa, uni bir soniyaga kechiktirib ham, tezlashtirib ham bo'lmaydi-ku. Qanday qilib men buni malakul maut qaytaraman deganida, Ibrohim ham aytdilarki, ya rajul, ey kishi, Allohning rizqini yesang, Allohning yerida yashasang, Allohdan qochadigan joying bo'lmasa, hatto malakul maut kelganda buni qaytarishingning imkoniyati yo'q bo'lsa, qanday qilib gunoh qilishga jur'at qilasan dedi. Oxirgi 5-sini aytingchi deganida, 5-sini aytdiki, qiyomat bo'lganda dedi, gunohlaringni qilaver, qancha gunoh bo'lsa qil, lekin qiyomat bo'lganda do'zax farishtalari seni o'zlariga tortayotgan mahalda, men u yerga emas, boshqa joyga boraman deb aytasan deganda, u banda yig'ladida buni qila olmayman dedi. Bu hech kimning qo'lidan kelmaydi. Unday bo'lsa qanday qilib gunoh qilasan? Allohning rizqini yeb, Alloh taoloda yerida yashab, Alloh taoloda ko'rmaydigan, ko'rishlikdan qochadigan joyda bilmaganingdan keyin, o'lim farishtasini qaytara olmaganingdan keyin, u dunyoda o'zing xohlab zaboniyalarga meni jannatga yetaklang deb ayta olmasang, bu tavba qilgandan keyin qanday gunohga qaytasan dedi. Haligi inson yig'lab orqasiga burildi-da, Allohga tavba qilib qaytdi. Hammamiz uchun azizlar, hammamiz uchun bu tarbiya. Gunoh qilyapmiz, Alloh bizni kechirsin. Allohga tavba qilaylik. Lekin shunday tafakkur qilaylikki, ertaga o'sha gunohni qilishlikka ishtiyoq paydo bo'lib qolganda, hozirgi tavsiyalarni eslab ko'raylik. Chunki shayton bizni vasvasa qiladi, nafsimiz gunohlarni chiroyli ko'rsatadi. Gunohlarni ko'rganda banda yaxshi ko'rib shuni qilgisi kelaveradi. Shu paytda shu savolni berib, Alloh taolo meni ko'rib turibdi, bilib turibdi, rizq beryapti. Nima uchun men gunohlar qilishim kerak degan savolni berib tavba qilishimiz kerak.
Bugun imkoniyatimiz borligida azizlar, mana shu tavba eshiklari ochiq mahalda agar gunohdan to'xtab tavba qilsak, Alloh bizga juda katta ne'matlarni, ya'ni o'sha tavba qiluvchilarga beriladigan hamma ne'matlarni beradi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "At-taibu minaz-zambi kaman la zamba lahu." Gunohlariga tavba qiluvchi kishi go'yoki gunoh qilmagan bilan barobar bo'ladi. Gunohlarga tavba qiluvchi kishi go'yoki gunoh qilmagan bilan barobar bo'lar ekan. Ana shuning uchun biz albatta gunohlardan o'zimizni saqlasak, tavba qilsak, Alloh azza va jalla bizni xuddi gunoh qilmagandek qilib qo'yar ekan. Faqatgina chin tavba qilsak. Endi aytadilarki ulamolar, tavba gunohlarini ham turlari bo'lar ekan. Gunohlarning turlari bo'lar ekan. Birinchisi bu shunaqa ekanki, banda bilan faqat Allohning orasidagi, baynal abdi va baynalloh, Alloh va bandasi orasidagi gunohlar. Ya'ni Alloh azza va jalla qilma degan ishlarni qilib qo'yamiz, qil degan ishlarni qilmaymiz. Aroq ichib qo'yadi, zino qilib qo'yadi, boshqa ishlarni qilib qo'yadi. Bu banda bilan Allohning orasidagi gunoh ekan. Bunda Alloh azza va jalla gunohlarimizga tavba qilsak, qattiq tavba qilishligimiz kifoya bo'lib, Alloh o'sha tavbalarimizni shoyatki qabul qilsa, bizni gunohimizni kechirgay. Ammo ikkinchi bo'lar ekanki, bu banda va Alloh yana bir banda orasidagi gunoh. Birortasini haqqini yeb qo'yganmiz. Bir odamni g'iybat qilib qo'yganmiz. Ya'ni bizi gunohimizda boshqa odamni sababi ishtiroki bor. Mana shu holatda Allohga tavba qilishlik bilan birga haligi odamni haqqini bermagunimizcha tavbamiz o'tmaydi ekan azizlar. Bu muhim narsa. Bugungi kunda ko'pchiligimiz mana shu gunohlarni qilyapmiz. Banda bilan Allohning orasidagi gunohimizdan tashqari boshqa bandalarning haqlariga tajovuz qilishlik, sha'nini, obro'sini yerga urishlik, haqqini yeb qo'yishlik, haqorat qilishlik, ertaga qiyomat bo'lganda qanday qilib buni ado qila olamiz ekan? Qolaversa buni ado qilmagunimizcha Alloh bizning tavbamizni qabul qilmasa. Shunday ekan, bu narsadan o'zimizni juda ham ehtiyot qilishimiz kerak. Uchinchisi, banda va Alloh orasidagi tavbani o'zi bilan kechirilmaydigan gunohlar. Mana shu gunohlar, ya'ni Alloh azza va jalla bandasini haqqini ado qilmaguncha kechirmasligini va'da qildimi? Demak, buni hammasini kechirib olishligi uchun biz haligi insonlarning haqqidan qo'rqishligimiz, ularga yaxshilik qilib borishligimiz kerak bo'ladi. Qilgan ishimizga nadomat va pushaymon yeb o'sha gunohlarni qaytib qilmaslikka Allohga va'da qilishimiz kerak ekan. Aytadilarki, Hasan Basri rahmatullohi alayhi o'z davrlarida bir qancha odamlar kelib, ba'zi bir holatlardan u zotga shikoyat qildilar. Birlari aytdilarki, yurtimizda shunaqa bir qurg'oqchilik bo'lyapti, taqsir, nima qilaylik deyodilar, istig'for ayting dedi. Yana ikkinchi odam kelib kambag'allikdan, uchinchisi esa farzandsizlikdan shikoyat qildi. Bittasi kelib, men kambag'al bo'lib ketyapman deganida istig'for ayting dedi. Yana bittasi kelib, men farzandsizman, nima qilsam bo'ladi deydi, unga ham istig'for ayting dedi. Shunda yonlarida turgan zotlardan birlari so'radilarki, 3 xil narsani aytdi. Biri qurg'oqchilik, biri kambag'allik, biri farzand ko'rmayotgan. Uchalasiga ham bir xil tavsiya berdingiz, istig'for deganlarida quyidagi oyatni o'qib bergan ekanlar. Hasan Basri rahmatullohi alayhi. Auzubillahi minash shaytonir rojim. Faqultu astaghfiru robbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaykum midrara va yumdidkum bi amwalin va banina va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara. Ushbu oyat karimada Alloh taolo o'sha istig'for aytayotganlarga berilajak mukofotlar haqida aytib, dedimki, Robbingizdan mag'firat so'rangiz. Albatta u bandalarga nisbatan o'ta kechirimli zot. Shunda ya'ni istig'for aytsangiz, ustingizga osmonlardan barakali yomg'ir yog'diradi. Sizlarga mol, dunyo, farzandlar bilan madad beradi hamda sizlarga bog'lar barpo qilur va sizlarga anhorlarni ato qilur dedi.
ushbu oyati karimani o'qib bergan ekanlar. Demak, qanaqa holatga tushgan taqdirimizda ham biz albatta istig'for aytishligimiz, kechirim so'rashligimiz kerak ekan, Allohga tavba qilishimiz kerak ekanki, ana o'shanda Alloh azza va jalla bizlarni gunohlarimizni kechirgan bo'lar ekan va shu gunohimizni kechirishi oqibatida yuqoridagi so'ramoqchi bo'lgan narsalarimizni, xoh u boylik bo'lsin, xoh u farzand bo'lsin, xoh u boshqa masalalar bo'lsin, istig'forimiz orqali Alloh bizga ato qilar ekan. Ammo azizlar, bir narsani esdan chiqarmasligimiz kerak. Bugungi kunda biz o'zimiz hech kimga hukm qilib gapirishga haqqimiz yo'q. Sizni gunohingiz kechirilmasa kerak yoki meni gunohim kechirilmasa kerak deb aytishga haqqimiz yo'q azizlar. Agar bir inson tavba qilsa, uning tavbasi qabul bo'lar ekan. Rasulimiz alayhisalom aytganlaridek, tavba qilgan odam go'yoki gunohsizga aylanar ekan. Inson demak o'sha gunohdan xoli bo'lgandan keyin boshqalarni bunaqa gunohlardan qaytarishga harakat qilish kerak. Bizda yomon gap borda, agar bir odam kelib sizga nasihat qilsa, siz o'zingiz kim edingiz deymiz. Endi nasihat qiladigan bo'lib qoldingizmi? Siz manaqa ishlarni qilgansiz. Yoki o'zimiz o'tgan ishlarimiz bilan faxrlanamiz. Biz bunday ishlarni ham qilib o'rganmiz deb aytamiz. Xudo kechirsin u deb qo'yamiz. Lekin aslida mana shu gaplar hammasi noto'g'ri gaplar azizlar. Bir odamda Alloh taolo shu hidoyatga solib tavba qildirgan bo'lsa, u bizni nasihat qilayotgan bo'lsa, tavbani qabul qiluvchi biz emas, Robbimiz ekanligini his qilib, u odamni nasihatini olishimiz kerak. Va hech qachon Alloh azza va jallaning rahmatidan noumid bo'lmasligimiz kerak. Yana qaytarib aytamanki, Alloh azza va jalla bizlarga shu qadar mehribon, shu qadar rahimliki, men hozir mana Imom Termiziyda bir hadislarini yozib oldim, siz azizlar bilan bugunga eslayman deb. Ushbu hadisni eshitganingizda, bu hadis quddusiy, Alloh taoloning aytiladi, Allohning so'zi azizlar. Imom Termiziy rivoyat qilgan. Ehtimol mana shu hadisni bir necha marotabalab o'qigandirman. Lekin har o'qiganimda azizlar, vujudim shunday bir titreydiki, Allohga bo'lgan muhabbatim shu darajada oshadiki, Allohdan uyalishim shu darajada kuchayadiki, buni tilim bilan aytishga ojizman. Ushbu hadis quddusiyni sizlarga aytib bermoqchiman. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki, o'zbekcha tarjimasini aytaman vaqtimizning e'tiboridan. Buni ya ibn Adam deb boshlanadi. Ey odam bolasi degan Allohning gaplari bor. Ey odam bolasi deb bizga nido qiladi, bizni chaqiradi. Alloh aytayaptiki, ya ibn Adam, ey odam bolasi, ey odam bolasi, sen menga duo qilding, mendan umid qilding. Men esa seni gunohingga ahamiyat bermasdan kechirib yubordim. Ey odam bolasi, agar gunohlaring osmon buluticha bo'lsa ham menga istig'for aytsang, gunohingni kechirdim. Ey ibn Adam, ey odam bolasi, agar menga yer to'laligicha xatolar bilan kelib, so'ngra menga biror narsani shirk keltirmasdan yo'liqsang, yerni to'laligicha mag'firat bilan boraman dedi Alloh taolo. Sizga va'da beryapti azizlar, bizga va'da beryapti Alloh taolo. Agarki tavba qilsak, Alloh taolo shunday zot ekanki, bandasiga imkoniyat beryapti. Tavba eshigini ochib qo'ydi. Bizdan avvalgi ba'zi ummatlarga tavbasini qabul qilishlik uchun juda qiyin shartlar qo'yilgan. Ma'lum bir amallarni qilish kerak bo'lgan, o'zlariga azoblar bergan, yillab ba'zi narsalardan o'zini olib qochgan, uzlatga chiqqan, shunaqa holat bo'lgan. Ammo ummati Muhammad alayhisolatu vasallamga Alloh imkoniyat beryaptiki, hozir shu joyda o'tirib, mana shu masjidda o'tiribmiz, hozir shu yerda o'tirib, mana hozir Allohning bizga aytgan gapini eshitib turibmiz. Ey bandam,
qancha gunoh qilgan bo'lsang ham qo'lingni menga ochib duo qilsang men duoingni qabul qilyapman deyapti. Ey odam bolasi, qancha gunohlaring bilan meni oldimga kelsang-u, ammo menga hech kimni sherik qilmagan bo'lsang, men o'sha dunyolarni to'ldirib yuborgan gunoh bilan kelsang ham o'sha dunyolarni barobarcha mag'firatim bilan qarshi olaman deyapti. Shuni eshitib turib, hozir bu yerda bir-birimizga aytish shart emas. İçimizden, qalbimizdan o'tkazib, Allohim meni gunohimni kechir deb qo'yishligimiz, tavba qildim, shu gunohlardan qaytdim deyishligimizni o'zi bizga mana shu imkoniyatni beradi. Ummatni boshqa ummatdan farqini qarang. Mana bu ishlarni qilishing kerak, o'zingga azob berishing kerak, mana buni yemasliging kerak. Ba'zi ummatlarda shunday bo'lgan, butun umr mana bu ishdan kechishga unaqa demayapti. Gunohlaringga tavba qil, tamom. Tavba qilsak, Alloh bizni gunohimizni kechiradi. Va shu barobarida azizlar, bir narsani aytib qo'ymoqchimanki, bugun biz Alloh azza va jallani mag'firati haqida gaplashib, Allohning rahmati hamma narsadan ulug' ekanligini, har qanday gunohkorni tavbasini qabul qilar ekan deb turgan bir bandalar, Allohni mana shunday bir kechirimli ekanligini o'rganib turgan bandalar, bugun biz endi bir-birimizni qanchalik darajada kechira olmayotganligimizdan uyalishimiz kerak. Biz o'zimiz kechira olmayapmiz bir-birimizni. Gunohlarimiz yer va osmonni to'ldirib yuborgan bo'lsa ham Alloh taolo meni kechiradi, mana tavba qilsam deb turibmiz u. Lekin bir ota-onadan tug'ilgan jigarimizni kechira olmayapmiz. Kechira olmayman deydi. Bir marosimga borsak, katta bir tadbir qilgan aka-uka o'tiribmiz, ukasi yo'q ekan, o'sha yerda turgan odam so'rab qoldi. "Ey birodar, bugun mana shu izdihomingizga ukangizni chaqirasiz deb o'yladik, chaqirmadingizmi?" deyapti. Men tanimayman endi marosimda. Haligi odam aytdiki, "Yo'q, ukamni chaqirmadim." Ha, unday qilmang deb nasihat qila boshlashdi tanishlar, qo'shnilar, qarindoshlar, jigarsizlar, aka-ukasizlar. Keyin u odam aytibki, "Sizlar bilmaysizlar. Hamma o'zidan o'tganini o'zi biladi. Ukam menga nimalar qilganini sizlar qayerdan bilasizlar? Qanday kechiray?" deyapti. Men aytdimki, Alloh azza va jalla sizni qilgan gunohlaringizni ham biladimi? Ha, biladi. Shunday gunohlaringiz borki, hozir bizga o'sha gunohlaringizni aytsangiz uyalib qolasizmi? Ha, uyalib qolaman. Alloh shuni ham kechirishni va'da qilib turganda siz nima uchun ukangizni kechira olmaysiz? Nima uchun? Nega bir-birimizni kechira olmasligimiz kerak? Qolaversa azizlar, bu gaplar shunchaki bir bugun jumani vaqtini o'tkazishlik uchun eslanmayapti. Ehtimol bu yerda o'tirgan ba'zi bir yoshi ulug'lar, ahli ilm ustozlar, boshqalar o'tiribdi. Tavba haqida yuzlab mendan ham ko'ra ko'proq hadis o'qiganlarimiz bordir. Necha marta tavba haqida ma'ruza eshitganimiz bordir. Tavba haqida hozir har qanday mo'min musulmonni turgizib so'rasam aytib berasiz. Hammamiz ham aytib beramiz. Lekin bugun bularda eslashligimizdan maqsad mana shu Allohning rahmatidan umidvor bo'lib turgan kimsalar gunohlardan tiyilishlik bilan birga, modomiki boshqa bir odamning haqqi menda bo'lsa gunohimni kechirmas ekan deb o'ylanar ekanmiz, nima uchun shu narsadan tartibga solmaymiz? Haqqini olish deganda biz faqatgina kimdir mablag'ini olib qo'yishni tushunamiz, xolos. Manda deymiz, Xudoga shukr deymiz, hech kimda haqqi yo'q deymiz. Aytamiz shu gapni, ko'p gapiradiganlar bor. Alhamdulillah deydi, biror bir kishida bir so'mlik qarzim yo'q deydi. Hamma haqqini berib qo'yganman deydi. Hech kimdan tilim qisiq joyi yo'q deydi. Lekin bir kunda hech bo'lmaganda 10 ta odamni g'iybat qiladi. Bu ham haqqi. Berish kerak buni. Topib kechirim so'rash kerak. Uzr, men sizni g'iybat qilib qo'ygandim birodar, deya olamizmi? Deya olmaymiz-da, eng yomoni. Eng qiyini shu. Ayta olmaymiz-da. Shunday ekan, nega shu ishni qilishimiz kerak? Nima uchun? Axir ertaga Allohning huzuriga borishimiz bor-ku. Bu dunyoga hammamiz vaqtincha kelganmiz-ku. Soxta musulmon emasmiz. Soxta mo'min emasmiz. Shuning uchun kelib peshonamizni sajdaga qo'yib turibmiz.
Allohning rahmatidan yana umid qilyapmiz. Alloh meni gunohimni kechirdi deyapmiz. Alloh shu darajada mehribon ekanki, meni gunohlarimni hammasini satr qilib kelyapti deyapmiz. Lekin o'zimizchi? O'zimiz buni qila olmayapmiz. Alloh bizni kechirsin. Shuning uchun azizlar, birinchi navbatda bugungi jumadagi bu mav'izalar mav'iza qiluvchidan boshlab eshituvchigacha hammamizga bir eslatma xolos. Hammamiz bir eslab chiqishimiz kerak. Jumada mav'izani eshitgandan keyin o'sha mav'izani hayotga tatbiq qilishimiz kerak azizlar. Sahobalar shunday bo'lganlar. Sahobalar biror bir masalani eshitganda uni amal qilib turib keyin ikkinchisini so'rab ketganlar. Shuni qilishimiz kerak. Modomiki shunday ekan, tavba qilsak, bugun imkoniyat bergan paytda tavba qilaylik. Bugun imkoniyat bergan paytda Allohga istig'for aytaylik. Bugun imkoniyatimiz bor edi. O'sha g'arg'ara qachon kelishini bilmas ekanmiz. Tavba eshiklari ochiq ekan modomiki biz tavba qilaylikda, gunohlardan xoli bo'laylik. Agar banda azizlar bir tomchi ko'zidan Allohdan qo'rqib bir tomchi ko'zidan yosh chiqarib qo'yganligini o'zi uni do'zaxning o'tidan qutqarar ekan. Lekin bu oson emas-da. Sahobalar shunday bo'lgan ekanki, chin tavba qilib Alloh taologa yo'liga qaytib mana shu yo'lga kirgandan keyin ular aytadilar, sahobalar go'yoki onadan tug'ilgandek bo'lib ketdi. Agarki biz bugun hammamizda aytib o'tdim, gunohlarimiz bor. Agar haqiqiy chin tavba qilsak, keling mana shu hozir yerda o'tirgan hammamiz ko'zimizni yumaylikda qancha qilgan gunohlarimizni ko'z oldimizdan o'tkazaylik. Hammamiz azizlar, qancha gunohlarimiz borki, yana uyalmasdan hozir namozdan keyin qo'limizni ochib Alloh taolodan qancha narsa so'raymiz. Allohning dargohi shu darajada kengligini bilamiz. Lekin ozgina bo'lsa ham biz ham vijdon azobida qiynalishimiz, uyalishimiz, Allohdan hayo qilishimiz kerak. Shu narsalarni his qilib, ey Robbim, haqiqatda ham kechirguvchi zotsan. Aslida men bugun shu yerda o'tirishga loyiq emas edim, lekin bugun meni shu yerga o'tkazib qo'yding. Meni sevar ekansan, yaxshi ko'rar ekansan-ki, bugun meni sajda qiladigan qilib qo'yding. Shuncha gunohim bo'lsa-da o'zingga sajda qiluvchi banda qilding. Ko'zimga yosh keltirding. Allohim, men barcha qilgan gunohlarimga tavba qildim. Alloh meni gunohlarimni kechirgin. Tavba qildim, men sen tomonga qaytdim va hech qachon gunohlar qilmaslikni va'da berdim. Bu ojiz bandangga o'zing yordam ber deb bir so'rang-da. Masjiddan chiqishingizda bu yengillikni, bu rohatni o'zingiz sezasiz. Bu narsani o'zimiz sezamiz azizlar. Faqatgina biz shuni yurakdan qilmaymiz. O'sha istig'for aytayotganimizda ham aqlimiz joyida bo'lmaydi. Boshqa narsalar bilan ovora bo'lamiz. Agarki biz shunday tavba qiladigan bo'lsak, hamma gunohlardan qutulib, Alloh bizni mag'firatiga olsa, dunyoda eng baxtli bandalarga aylanacakmiz. Duo qilaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Astagfirulloh, astagfirulloh, atubu ilayh. Allohim bizni o'zing gunohlarimizni kechirgin. Tavbalarimizni qabul aylagin. Allohim duoga qo'l ochtirgan hamma bandalaringni va bizlarda oila a'zolarimiz, mo'min musulmonlar hammalarimizni o'zing gunohlarimizni kechirib, to'g'ri yo'lingda sobit qilgin. Ya Rabbi, bir-birimizga mehrimizni oshirgin, kechirimli qilgin. Bizlarni gunohlardan o'zing to'xtatgin, shaytonning sharridan, shaytonning hillasidan sendan panoh so'raymiz. Biz ojizmiz, o'zing yordam ber ya Rabbi. O'tib ketgan ota-onalarimizni, o'tgan ajdodlarimizni ham o'zing mag'firatingga olgin. Duoga qo'l ochtirgan hammamiz o'sha Qur'onda kelgan tavba qiladigan, tavbatun nasuha qilguvchilardek
tavba qiluvchilarning eng yaxshisi degan payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam xato qiluvchilarning yaxshisi tavba qiluvchi degan hadisga muvofiq chin tavba qiluvchilardan bo'lishligimizni muvofiq aylagan. Azizlarim, bugun bir mavzuda suhbat qilmoqchimiz. Bu mavzuda bitta jumada gapirsak ham, ikkita jumada gapirsak ham, yaxshi bir ulamoni o'tkazib qo'yib bir oy gaplashsak ham mana shu mavzuda oxirigacha tushunish qiyin. Bu rizq masalasi. Bu juda og'ir masala. Shuning uchun buni boricha ozgina qabul qilingandan keyin juda ham unaqa chuqur kirib bo'lmaydi. Agar chuqur kirib borsa, noto'g'ri savollar kelib chiqadi. Har bir savolning orqasidan gumonlar chiqiladi. Shuning uchun odatda mana shunaqa masalalarda, aqida masalalarida o'ta chuqur kirib bo'lmaydi. Men hatto ba'zi masalalarda hozir mana shu jumalarda mavzularda qilishlikda fatvo bo'limimizga ham, imomlarimizga ham aytamanki, odamlarimizni baqadar uquliga yarasha, aqllariga yarasha, xalqimizni qabul qiladiganiga yarasha gaplarni topib gapiraylik. Ixtiloflik, hech kim tushunmaydigan, na dunyo na oxiratga manfaat yetmaydigan masalalarni ko'tarib chiqib hammani o'yga solmaylik deymiz. Lekin rizq haqida gapirmasak bo'lmadi. Shuning uchun bu haqida bugun sizlar bilan bir oz gaplashamiz. Mav'izamizni to'g'ri oxirigacha eshitib xulosa qilasizlar deb umid qilamiz. Chunki hali aytganimdek, buni noto'g'ri tushunib qolib, noto'g'ri tushuncha kelib qolmaslik kerak. O'zi keyingi paytda men hozir bu yerda ko'rmayapman, iltimos qilgan bo'lardim, mana shu mav'izalarni telefonlarga yozmaslikni. Men tunov kuni o'zimni bir mav'izamni eshitib, o'zim qo'rqib ketdim. Nahotki shunaqa dedimmi? Shogirdimga telefon qilib, "Mana mav'iza menikimi?" desam, "Ha, hazrat, u ikki tomondan qirqib yopishtirishibdi" dedi. Umuman boshqa gap chiqqan. Men aytayapmanki, bu boshqa gap edi-ku, nimaga bunaqa qiladi? U yog'ini olgan, bu yog'ini olgan, o'ziga ma'qul keladiganini qo'yib chiqarganda hamma tarqatib yuribdi. Endi hali kommentariyasini ko'rsangiz, hamma so'kyapti. So'kayotgan odam o'zi ilmli bo'lsa ham mayli. Fikr qilmayaptiki, to'xtab tur, bir yurtning ulamosi, fatvo beruvchi bu gapni nimaga gapirdi-ekin demaydi ekanda. Endi bunaqa hozir internet shunaqa bo'lib qoldi-ku. Shuning uchun men ko'p joyda iltimos qilyapmanki, iltimos yozmanglar. Mana Muslim o'z saytimizda hamma yozilganda berib boryapti. U narsani qilib o'zi yozishlik bilan ovora bo'lib, haqiqiy mav'izani, yuzma-yuz mav'izani eshitmay qoladi. O'zi aslida notiqlikdagi eng katta ta'sir qilishlik odamda yuzma-yuz bo'lishida. Shuning uchun auditoriyaga ko'rinadigan bo'lib o'tirish kerak notiq. Odamda yuziga bir-biriga ta'siri bor. U bilan ovora bo'lib qolganda ko'p narsani eshitmay qolamiz. Keyin hali aytganimdek, uni bo'lib yuboriladi. Men bitta kitobda do'stlar haqida gapirilgan bir ulamoning kitobini tarjima qilib bergan edim. Bundan bir necha yil burun unda Andijonda ishlardim. Shunaqa kitobki, bir olimni do'stlik haqida bergan tavsiyalari. Bu yerda bir nechta tavsiya bor. Do'st deganda nima qilish kerak degan tavsiyalarning ichida o'qib tarjimaga kelganda bir joyda kelyaptiki, agar sen do'stingdan yordam so'rasang, u yordam bermasa, unaqa do'stni kechib janozasini xoyibi o'qib qo'yaver degan joyi bor ekan. Endi men tarjima qilib kelyatib turib, mendan bir necha yil avval yashagan, yuzlarcha kitob yozgan olimning shu gapini menga yoqmadi deb tashab keta olmayman-da. O'sha joyini aytib turib, men tavsiya berdimki, yo birodarlar, bu mubolag'a nuqtai nazaridan aytilyapti. Kim sizga yordam bermasa do'st kechvor degani emas. Endi bu kitobda chiqyapti, lekin bundoq deb sharhini bergan edik. O'sha sharhini olib tashlab turib, faqat o'sha joyini tashaganda, hamma o'zim ham hayron. Qachon aytganman buni, nima deganman, buni ham bilmaydi hech kim. Boshqa ustozlarimiz ham, boshqa domlalar ham shunaqa bo'lyapti hozir. Gaplarini noto'g'ri qirqilyapti-da, o'ziga yoqqan joyini olib, chunki boshi oxirini eshitmasa odam tushunmaydi-da uni. Shuning uchun ham juda ham bunaqa masalalarda hushyor bo'lish kerak. Bitta ahli ilmni xalqqa nisbatan nafratini uyg'otishlikka, xalqni u kishiga nisbatan yomon fikrini uyg'otishga sababchi bo'lmaslik kerak.
Bugungi mav'izamiz ham mana shunday nozik mav'izalardan bo'lganligi uchun men bir oz uzoqdan olib aytishimga to'g'ri kelyapti. Rizq masalasi azizlar, o'zi rizq deganda biz nimani tushunamiz? Juda ko'pchiligimiz rizq deganda faqat mol dunyo tushunamiz, pulni tushunamiz. Rizqi keng odam demak puli ko'p odam deb o'ylaymiz. Yo'q azizlar. Rizq bu juda ham keng ma'noda. Rizq aslida bu mana istilohimizdagi ulamolar beradilarki, Alloh taolo odamlar va hayvonlardan iborat o'z maxluqotlariga bergan va ular manfaat olgan dunyoviy va uxroviy har bir narsa rizq. Har bir narsa rizq. O'lish in'om deganida bu o'z aslida. Hammasi rizq. Hozir shu yerda siz bilan biz jumada birga o'tirishligimiz ham rizq. Mana shu ham rizq. Nafas olishimiz ham rizq. Hayotimiz rizq. Hammasi rizq. Ya'ni rizq Alloh tomonidan bizga belgilanib qo'yilgan ulush. Hammasi rizq. Rizqlar o'sha payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning mashhur hadislari bor. Bir inson onasini qornida homila holatida paydo bo'lganda 120 kun degan ba'zilar. Shu kunda farishta kelib unga jon puflashda Alloh taolo uni tug'ilib to olamdan o'tguncha rizqini belgilab qo'ygan. Tamom. Men bu masalaning nozikligi, hammamizning rizqimiz belgilangan bo'lsa, o'sha belgilangan rizqdan bir xo'plam ham ortiqcha suv icha olmaydigan bo'lsak, unda ishlashni nima keragi bor degan savol chiqib qoladi. Men hali aytganimdek, agar rizq haqida gapirsa, shunaqa savollar kelib chiqaveradi. Azizlar, rizq Alloh tomonidan belgilangan, bu qat'iy. Alloh belgilaganidan birortasini bu dunyoda olmasdan ketmaymiz. Alloh Qur'onda o'zi aytadiki, mana Ankabut surasida o'z rizqini ko'tara olmaydigan qanchalab jonzotlar bor. Alloh ularga ham sizlarga ham o'z xazinasidan turli yo'llar bilan rizq beradi. U eshituvchi va biluvchidir. Dunyoda hamma o'zi rizqini ko'tara olmaydigan darajadagi hayvonlarga ham beradi. Ba'zi kitlar bo'lar ekan, bir kunda 3 tonna, 4 tonnalab ovqat yeydi ekan. Mana shuni ham rizqini Alloh berar ekan. Belgilagan rizqni oladi. Rizqimiz tugaganda ketamiz. Lekin biz e'tiqod qilishimiz kerakki, hamma narsa borki, Allohning rizqi bor. Meni ham Alloh belgilagan rizqim bor. Shundan ortig'ini olmaydi, shundan hech kim kamaytira olmaydi degan e'tiqodda turamiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shunga o'rgatdilar. Yana Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadiki, mana shu mashhur oyat bor. Bu oyatni rizq haqida gapirgan yoki yozilgan kitob borki, shu oyatni hujjat qiladi. Alloh taolo aytadi: "Sa'izu billah va ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allohi rizquha va ya'lamu mustaqarraha va mustawda'aha kullun fi kitabin mubin." Ya'ni Alloh aytayaptiki, yer yuzida o'rmalagan jonzot borki rizqini bergan. Yer yuzida o'rmalagan zot borki rizqini Alloh taolo berib qo'ygan. Ularni turar joylarini ham, borar joylarini ham Alloh biladi. Alloh azza va jalla hammasini ochiq oydin kitobda berib qo'ydi. Demak, dunyoda hamma narsani rizqini berib qo'ygan Alloh taolo. Hatto shunaqa qushlar bor ekanki, rizqini suvga bog'lab qo'ygan. Bir noyob qush haqida Shayx Muhammad Sa'd Muhammad Yusuf hazratlar rizq haqida gapirgan bir mav'izalarda eslab o'tgan ekanlar. Shunaqa bir qush bor ekanki, u qushning taomi timsohning tishini orasidagi go'sht ekan. Timsoh ko'p ovqat yegandan tishlarining orasiga kirib qolar ekanda, keyin og'zini ochib turar ekan, o'sha qushlar uchib kelib, o'sha go'shtini terib yer ekan, boshqa narsa yemas ekan. Alloh uni rizqini shu joyga joylab qo'ygan. Alloh hammaning rizqini bergan. Hamma borki rizqini bergan. Lekin biz o'sha rizq hammasi Allohdan ekanligini bilgan holda ikki tomonga ham chuqur ketmaymiz. Masalan, aytmaymizki, butun hayotimizni faqat pul va mol dunyoga bag'ishlab, hamma narsani esdan chiqarib, yugurib, yelib,
pul ko'paytirishim kerak, dunyo qilishim kerak deb yugurib, hamma qarindosh urug' rishtalarini ham uzib, kerak bo'lsa do'stlikni ham uzib, mana shunga chuqur berilib ketmaymiz, aytamizki, to'xta, rizqim borini olaman-da deymiz. Yoki bo'lmasa Alloh belgilaganidan olaman deb turib uyda yotib ham olmaymiz. Rizq bobida o'rtachalikda ushlaymiz. Ya'ni biz sababini qilamiz, rizqni Allohdan so'raymiz. Biz sababini qilamiz. Dinimiz sababiyat qonuniga asoslangan. Shuni unutmaylikki, tavba eshiklari doimo ochiqdir. Faqat uni chin dildan, ixlos bilan taqillatish kerak. Kimki o'z xatosini tan olib, qayta qilmaslikka qaror qilsa, u Allohning rahmatiga erishadi. Alloh barchamizni tavbalarimizni qabul qilib, qalbimizga xotirjamlik ato etsin.